o'zi arzimagan ish, lekin u sizni Sparkingizga yoki Spark bor tanishingizga asl qotib qolishi mumkin aka. Qarang, mana bunaqa dumaloq deflektor o'rta ramkaga qo'yiladi. Bundoq o'zi asli eski joyi mana bunaqa to'rtburchak bo'ladi. Buni biz shundoq primoy tiqib qo'yadigan bo'lsak, bu dumaloq bo'lganini hisobiga yonlaridan havola tarqab chiqib ketib qoladi. Biz bunga bu narsani yopishtirib turib, sumkani materiali hisoblanadi. Issiqga ham, sovuqga ham dosh beradi. Bu sinovdan o'tgan, ancha yildan beri shu narsani qilganmiz. Misol uchun bittasida muammo bo'lmagan. Iraz buni dumaloq razmeriga to'g'irlab turamiz. Mana mana shu narsani bu yerga to'rtburchakni yopishtirib, buni kirgizadigan bo'lsak, faqat deflektorning o'zidan havo chiqadigan bo'ladi. Yonlaridan, etdan, betdan, misol uchun yuzga qo'ysa oyoqdan, etga qo'ysa betdan chiqib, ana ortiqcha havola, ortiqcha muammolar bo'lmaydi. Bu o'zi dumaloq joyiga bu narsa kerak emas, bu o'rta qismiga kerak. Faqat o'zini zavodskiy deflektor to'rtburchak bo'lgan hisobiga shu narsa bilan qo'yiladigan bo'lsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi, ish unumli bo'ladi. Ana qo'ydirgan odam ham xudo xolasa davolni bo'ladi degan umiddamiz. Mabodoga Spark bor tanishingizga mana shunaqa deflektor qo'yilgan bo'lsa, shu narsasiga qarab qo'ysalar, xudo xolasa asqotadi degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Shu videoga bir dona like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.